Assalomu alaykum Nurul aka. Bizni klinikamizga kelib muolajalarni boshladingiz. Natijalar qanday? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu klinikaga kelganimda menda kasallik endi rivojlanib kuchayish vaqtiga keldim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlari va og'irroq kechdi. Lecheniyalar, davolash muassasalari. Lekin mana 4-kun, 5-kundan boshlab foydasini sezib boshladim. Doimiy nazoratda bemorlar o'sha olayotgan lecheniyasi qanchalik darajada foydasi bo'lyapti, kuchaytirishga, kamaytirishga yoki birorta lecheniyani olib tashlab yana joyiga boshqa lecheniya qo'yishlari juda ham yaxshi ekan. Kimyoviy dori preparatlar ishlatilar ekanmi? Yo'q, umuman ishlatilmas ekan. Umuman ishlatilmas ekan. Hatto og'riq qoldiruvchi ham dorini ichmaslikni tavsiya qildi. Men birinchi 2 kunlar og'riq juda qattiq bo'lgan. Oldin og'riq qoldiruvchi dorilarni juda ko'p ichib yurardimda. Rahmat butun klinika jamoasiga, doktor Pak boshchiligidagi uning komandasiga, shogirdlariga juda ham minnatdorman. Rahmat, baraka topishsin. Hammasi yaxshi bo'ladi.